Hürmetlik vatandaşlık şeyimizi devamlaştırmamız bugünkü islağı. 2021 yıl 6. ayının 9. günü. Saylam devirde CNN'i bir solcuyu dep tanqid qilib kelganlarni anglag'anida vatandaşlar bugün CNN'ning xabarida bir parça xabarni sizlarga yetkazamiz. CNN Amerika harbiy aeroplanini Tayvanni ziyorat qilishi Jungo Kompartiyasi xiris qilishdir deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6 ayning 7 gün Tayvan erkinlik vaqt gazeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. 3 nafar senatordan tashkillangan Amerikaning Tayvanni ziyorat qilish umidi 6 kuni Amerika armiyasining C-17 belgilik to'shig'ichi harbiy aeroplani o'ldirib Tayvanga ziyoratga keldi. Vaksina yordam olib keldi. CNN tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Tayvan axir Amerikaning vaqtida yordam berishiga erishdi. Lekin bu Jungoga nisbatan intayin zor. Xristor. Qaraganda Tayvan bo'g'izida Amerika Jungo munosabatining jiddiy vaziyati texama jiddiy o'rlaydi. CNN xabar qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi senator Tommy Duckworth, senator Dan Sullivan hamda senator Chris Coons 6 kuni C-17 belgilik harbiy aeroplanga o'ltirib Tayvanga ziyoratga yetib keldi va vaksina olib keldi. Prezident Tsai Ing-wen bu ziyoratni dal vaqtida yaqqayamg'or deb ko'rsatdi. CNN xabarda bunday ko'rsatdi. Amerikaning Tayvanga vaksina avatish Jungoni qattiq xafa qiladi. Chunki Tayvan Jungo avatgan vaksinani qabul qilishni rad qilgan edi. Xabarda tahlil qilib bunday ko'rsatdi. C-17 belgilik harbiy aeroplan Amerikaning harbiy aeroplani Tayvanga yetib kelib, partiya guruhlaridan olqigan vakillar umiga vaksina taqdim qilgandan keyin Tayvanning tashqi ishlar ministri Wu Zhaoxi Jungo bizning vaksina setib elishimizga to'sqinlik qilgan edi. Bu harakat Jungoning ko'ngliga kelmasligi kerak dedi. Amerika harbiy aeroplan uchish yo'lida turganligi. Chataq Amerika harbiy aeroplanining aeroportda aeroplan uchish yo'lida turganligi edi. Jungo uchun bu chataq edi. Amerika to'shig'ichi harbiy aeroplanining Tayvanda paydo bo'lishi bu aeroplanning harbiy yo'tkash va mulozimat buyumlarini yo'tkash iqtidorini ko'rsatib berdi. Jumladan tanka, zanjirtapalli harbiy mashina, tikchor harbiy aeroplanlarni musha to'shish aeroplani bilan yo'tkaydi. Shunglashqa Amerika harbiy to'shish aeroplanini bu qatim harakatini Jungo Kompartiyasi darg'azabga keltirdi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Jungoning Yer shari vaqt gazeti 2020 yil 8 ayning 31 kuni bunday ko'rsatgan. Agar Tayvan bilan Amerika harbiy aeroplanlarining Tayvanga tushib chiqishini o'rinlashtiradigan bo'lsa, Jungo tarafdan qizil chiziqqa tashlagan bo'ladi. Agar Jungo to'liq paketga erishadigan bo'lsa, aeroportni va aeroplanni qurolli kuch bilan etib tushirdi degan edi. Jungolik apandilar. Hozir torbetni ko'rib o'tirgansizlar, hozir 6-7 torbetda aeroplanning tushishi, may qochilishi, uning ishidan yana boshqa mas'ullar mulozimat buyumlarini tushirishi, aeroplan xodimlari, ondan Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 nafari senatori bular tushib hozir torbetlarda ko'rak qilinyapti. Buning ichida senator Duckworth bu kishi uchiqchi harbiy aeroplan haydab Iroq urushida yaralangan Amerikaning qahramoni. Ikki putidan ayrilgan Amerikaning qahramoni. Ondan bu senatorlarning ikkisi degidek Kengash palatasi harbiy ishlar komitetining a'zolari. Aeroplan tushib bo'ldi. 8 ayning 31 kuni
Cüngü matbuatı nemidi deyin çağda. Bugün mana əmliləşdi, lekin siz qarab durdunuz Cüngü matbuatı, Cüngü adamları. Andı yanı bir tarafı varken, menin isimde kalmaptı vatandaşım 1944 yılı Amerika armiyası Normandiyada quruqluq çıkıp bütün Avropaga girip faşizmni gumran qılğan vaqt 6 ayının 6 günü deyilipdi. Muşunda tanıştı da, men o vaqt isimde yokken keçirinler. Agar Normandiyaga tushgan vaqt 6 ayının 6 günü bolsa, bu qatim Amerika harbiy aeroplanının Tayvanga tushgan vaqtimi 6 ayının 6 günü olsa, bu ishni vatandaşım sizden seliştirip görüşünüzge tapşırdım vatandaş.